قىپقىزىل يالغانچىلىق. ئاپتورى Bill Gertz. Kommunist Xitayning dunyoviy hukmron bo'lish istikining ichki yuzi. 2 bob Şərq, qizildur. Xitaycha alaydilikka ega sotsializm. 1 qism. Xitay Kompartiyasining ichidagilarning hammasi iqtisodiy tuzilmani isloh qilib, siyosiy tuzilmani isloh qilmaslikning muqarrar holda Xitay Kompartiyasining hukumatga bo'lgan hokim mutlaq kontrolliqining oyoqlashishi bilan natijalanganligini biladi. Dengiz shamilidan Shi Jinpingga yozilgan ishki xat 2018-yil sentabr. Xitayning 2007-yildagi sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan bombasini va boshqa strategiyalik voqealarga qaytargan inkaslarining kazzoblik va ko'z bo'yamchilik bilan to'lgan bo'lishi g'ayri hodisa emas. Bu odat Xitoyda tamoman umumlashgan. Shundaqla Xitoy Kompartiyasining barliq ish faoliyatlarining orqasiga yoshiringan halqiliq xususiyatlardandir. Buni Amerikaning 1970-yillardan buyanqi Xitoy bilan munosabat qilish jarayonidan nihoyat ro'shan ko'rib bo'ladi. Xitoydagi bu odatga taqobil turolmaslik Amerika siyosiy rahbarlarining strategiyalik mag'lubiyatiga vakillik qiladi. Beijingdagi huquqdorlarning haqiqiy mohiyatini tunib yetolmaslik sababli Amerikaning bexatarligi va taraqqiyoti og'ir darajada vayronchilikka uchirdi. Xitoy Kompartiyasi 1921-yili Leninning kommunistik internatsionalizmining bir tarmoqi sifatida qurilgan. Mazkur kommunistik internatsionalizm kapitalistik davlatlardagi mavjud hokimiyatlarni ag'dirib, uning o'rniga uzoqdan buyon ishonchga erisholmay kelgan marksizm, leninizm ideyalarini asos qiladigan sotsialistik hokimiyat o'rnatishni maqsad qilgan dunyoviy harakatning markazi edi. Mavzudong 1949-yili Xitoy Xalq Jumhuriyatini qurib, Sovet manbalik kommunizmni hokimiyat beshiga chiqardi va ayolshimayla xalqarалық kommunizm inqilobining avangarddi deb qaraladigan Sovet ittifoqi bilan ittifoq tuzdi. Mavzudongning ideologiyasiga varislik qilgan navbatdagi Xitoy hukmdori, ya'ni Shi Jinpingning kurash nishoni Xitoycha asarlarda ochiq qilib, Amerika boshchiligidagi dunyo imperializmi deb ko'rsatilgan. Mavzudong ideyasining to'g'ri bo'lishini yoki an'anaviy marksizm leninizmni qo'g'lishish jihatda Sovetdagi qatliamchi qotil Josef Stalin bilan baslashdi. Ammo 1963-yilga kelganda Mavzudong Nikita Xrushchevning Stalinni ayblashini kommunizmdan tanganlik deb qarag'achqa, ularning munosabati buzildi. Xitoy siyosiy byurosi Xitoy Kompartiyasining shu vaqtdan e'tiboran dunyodagi kommunistik inqilobga yetakchilik qilmoqchi ekanligini Kremlin, ya'ni Sovet hukumatiga uqtirdi. Xitoy Kompartiyasi 1960 va 1970 yillarda taraqqiy qilayotgan davlatlardagi sotsial diktator hokimiyatlarni ham moddiy, ham harbiy jihatdan yo'lashga boshladi. Bo'libmi Vyetnamni Amerikaga qarshi yo'ladi. Shundaqla Amerikaning oxirida butun Sharqi Janubiy Osiyo davlatlarini oldin ketkazayotgan kommunistik inqilobni to'sish urinishi mag'lub bo'ldi. Xitoyning 3-dunyo ellardagi inqiloblarni qo'llash salmoqi 1966-yildan 1976-yilgacha davomlashgan atalmish madaniyat inqilobi sababli tuvallab qolmadi. Bu harakatda Mavzudong qizil qo'g'dug'uchilar deb atalgan talvalarni o'z partiyasining amaldorlariga qarshi quturatdi. Mazkur inqilob toki 1976-yili Mavzudong o'lganga qadar Xitoyni malmanchilikqa pattirdi
va bu jarayonda Maozdongning xotini Jang Ching 4 kishilik guruh deb atalgan guruhdiki, ya'ni Wang Hongwen, Zhang Chunqiao va Yao Wenyuandan iborat 3 nafar sherigi bilan birga hokimiyatni qo'lga kirgizishga urindi. Oxirida yana bir qattiq qo'l kommunist Deng Xiaoping bu talvaliklarni besiqtirdi va Xitoyni texmo pragmatik ideologiyalik yo'nalishga yuzlantirdi. Natijada Deng Xiaoping Xitoyni qaloq, hokim mutlaq bir davlatdan 2010-yillarning oxiridagi holatiga akelgan. Isloh qilingan Xitoycha kommunizmni vujudga chiqardi. Deng Xiaopingning kommunizmdan iborat bu virusni texmo pragmatik holatga akelganligini uning oq mushuk, qora mushuk, chashqan tutaligan yaxshi mushukdir degan so'zidan ko'rib olishga bo'ladi. Eng oshqun kommunistlarga kapitalizm yo'liga mangan huquqdor degan qalpoq kiygizilgan, butun mamlakat aylanishdan to'xtab qolgan ashundaq bir vaziyatda bu xil o'zgarish inqilob xarakterlik edi. Kommunistik Xitoy tarixi jihatdagi nopozliq tarixshunos va Amerika Dengiz Armiya Akademiyasining Xitoy harbiy tarixi professori Yu Mao uchun Deng Xiaoping Xitoy ideologiyasini hech qancha o'zgartmagan deb qaraydi. Biz Deng Xiaopingning Xitoyning ideologiyasini o'zgartish salmiqini ko'ptirib o'tmasligimiz lozim. Muhimi, Xitoy Xalq Jumhuriyati Deng Xiaoping davridimi yanala kommunistik tuzumni saqlab qoldi. Mao Zedong davridagi nurg'un ulluq, prinsip va odatlar hali ham Xitoyning so'g'uqchilik urushidan keyingi dunyodagi davlat bexatarligi va xalqaroliq bexatarlik jihatlaridagi ulluq tushunchalarni belgilamoqda. deydi Trumpning prezidentlik mezgilida Davlat ishlari mahkamasining Xitoy siyosati jihatda halqiliq rol o'ynagan Yu Mao uchun. Masalan, Xitoy Kompartiyasining rahbarlari Amerika yetakchiligida Xitoyga qarshi xalqaroliq suiqasd planlaganligiga qat'iy ishonadi. Xitoyning gepicha, uning asosliq dushmani bo'lmish Amerika Xitoyni cheklab, uning zamonaviylashishiga va taraqqiyotiga to'sqin qilmoqchi. Növətdə Xitayning hokimiyat ideyasi deb tanilgan marksizm, leninizm, Mao Zedong ideyasida düşman siyosati eng asosli alayliklardan biri sanıldı. Mazkur uqumda g'arbdagi demokratik kuchlarning ideologiyalik buzg'unchiligiga qarshi izchil sagaklikni saqlash talab qilinadi. Yu Mao uchun Xitoyning Mao Zedongdan keyingi oliy rahbarlardan Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, Xi Jinping qatorliqlar Xitoyda kommunistik tuzumni saqlab qilish va Xitoy Kompartiyasining hokimiyatini mustahkamlash uchun Washingtonning Jongnanxay bilan yaqindan bardi-keldi qilishiga qaramasdan, hammasila Amerika hukumatini har qanday jihatda Xitoyni cheklashga bel bog'lagan darajadan tashqari yovuz kuch qilib suratlashga butun kuchi bilan tirishib keldi deydi. Mao Zedongdan keyin hech bir Xitoy rahbari qatmal an'anaviy kommunistik ideologiyaga Xi Jinpingdek ching yepishib baxmadi. Xi Jinping 2012-yili taxtga chiqib, uzoq o'tmayla o'zining nisbiy yoshurun madaniyat inqilobini qo'zg'ab, o'lkadarchilik, ya'ni Chongqing shahri partikomining sekretari Bo Shilay, saqchi istixborot va bexatarlik sohasining kattaveshi Zhou Yongkang, shundaqla Markaziy harbiy komitetning sobiq muavin raisi Go Baoshun qatorliqlarni o'z ichiga olgan necha minglagan amaldorlarni siyosiy jihatdan tozaladi. Xi Jinpingning hokimiyati ostida kommunizm qaytadan jonlantirildi. 2000-yillarning dastlabidagi internetdagi cheklik fikr erkinligimi tamoman yo'q qilindi. Xitoy tor dunyosida
karton filmidagi Winnie eyiqning surati uningga ancha-muncha o'xshab qoladigan Shi Jinpingga kinoyi sifatida ishiltishga boshladi. Mazkur eyiqning surati Xitoydagi davlat taratqullarining hammasida birdek cheklandi. Xitoyda kishilar Shi Jinpingga qarshi gap qilishdan qo'rqidi. Shundaq bo'lishi ham tabiiy ahvol. Chunki mazkur rejim ideologiyalik birdaklikni zo'rlab tangidi. Xitoydagi do'stlari bilan doim aloqalashib turadigan amerikalik bir professor menga o'zining yuzlagan Xitoy bilan bo'lgan parangidan Shi Jinpingga bo'lgan noroziligining barg'ansir kuchayotganligini aniq his qilganligini aytdi. Men Shi Jinpingga qarshi barg'ansiri ko'plagan voysash, qaqshashlarni anglayapman. Halbuki ular ilgari siyosiy ko'zqarashlarini hargiz boshqalarga deb yurmaydi. Lekin hozir men ularni deyishga zo'rlamasammo, ular o'z davlatida yuz berayotgan ishlardan to'limi parishon ekanligini so'zlab ketadi. Bo'libmi ular Shi Jinping yo'qolsa, Xitoyning hozirqidan yaxshilanib qoladiganligini har xil usulda ifodalashyotidi, dedi mazkur akademik. Xitoyning mazkur oliy rahbari ajoyib ishdan birni qildi. Ya'ni u hozir Jongnanxay degan nom bilan tonilgan joydagi ilgari mavzudan turgan rahbarlar qorosida turibdi. Halbuki bu joy 2013-yili Shi Jinping ko'chib kirganga qadar mavzudan muzey qilingan edi. Shi Jinping 1953 yil tug'ilgan bo'lib, u bir mahal Mavzudongning yaqin sabdoshlaridan va Xitoy Kompartiyasining rahbarlaridan bo'lgan Shi Jongshunning o'g'lidir. Shi Jinping o'zining oilasi va partiya ichidagi munosabatiga tayinib taxtga chiqqan kommunist shahzoda deb qaraladi. Shi Jinpingning dadasi 1962-yili huquqidan elib tashlangan va Shi Jinpingmo madaniyat inqilobida Shanxi o'lkasining chet bir yezisiga polinib, shu yerda 7 yilni jismoniy emgak bilan o'tkazgan. Shi Jinping o'zining ideologiyalik sadoqatining amaliy pakti sifatida 1974-yili 21 yoshida Xitoy Kompartiyasiga kirib, madaniyat inqilobidagi zulmlarning uni boshqalarga o'xshash kommunistik tuzilmaning dushmaniga aylantirolmaganligini namoyon qilgan. Aksicha, chat yezidagi zulmatlik yillar uning ideologiyalik oshqulligini texim kuchaytirib. Shi Jinpingning Xitoy hukumat manbalaridagi rasmiy tarjimalida uning Tsinghua Universiteti Adamiyat Fanlari institutining markazim nazariyasi va siyosiy ma'rif kasbida bakalavrlik unvoni olganligi ko'rsatilgan. Mazkur tarjimalda yana Shi Jinpingning qonun fanlari doktorlik unvoniga erishganligimi tilga ilinadi. Halbuki Xitoy kommunistik tuzilmaning nomida mavjud bo'lgan bir qonun sistemaga ega ekanligini nazarga olganda, mazkur ilmiy unvonning salmiqidan gumon qilmay turg'ili bo'lmaydi. Gerçi Xitoyda huquq va erkinlik haqidagi dabdablik iboralar bilan to'lgan asosiy qonun bor bo'lsa-mu, lekin Xitoy Kompartiyasining hokimiyati ostida qonun tamoman partiyaning xohishiga bo'ysunadi va bo'ysunmoqda. Masalan, asosiy qonunda Xitoy Xalq Jumhuriyatida barliq huquq xalqqa mansub deyilgan. Amaliyotda bo'lsa, Xitoydagi barcha huquq Xitoy Kompartiyasiga mansub. Shundaqla bu huquq Xitoy Xalq Ozodlik Armiyasi, bexatarlik organlari va saqchilar orqali kapolatga ega qilingan. Buningdan sirt, Xitoy asosiy qonunda demokratiya, kishilik huquq va erkinlikning siyosiy tuzilmaning mohiyatlik tarkiblaridan emasligi aniq o'ttirg'i qo'yilgan. Xitoy o'zining da'vo qilganidek jumhuriyatmi emas. Uningga ishchilar sinfimi hukmronlik qilmaydi. Xitoy Kompartiyasini ishchi dehqonlarning ittifoqi sifatida ko'rib, uning diktaturasini demokratik deb turib olishmi xato.
Xitayda huquq, hakimiyet beşideki çiriklashgan sarxillarning qo'liga markazlashgan bo'lib, bu qandaqdir Cumhuriyet va hokazolardan bakrak o'g'ri qaroqchilarning hukmronligidagi davlatga o'xshaydi. Xitoy Xalq Cumhuriyeti shakllantirgan texmi keng doiralik ideologiyalik tahdidni tushunish uchun avval Shi Jinpingni tushunish zarur. Shi Jinping 2012-yili hokimiyatni qo'lga olishdan ilgari Xitoyning ommaviy taratqu apparatlari o'zining yetakchi ideologiyasini, ya'ni Xitoycha alaydilikka ega sotsializmni xunuklashtirishga uringan edi. Amaliyotda Xitoy rahbarlarining agishayotgani dastlabda Karl Marks tarafidan nazariyalashtirilgan va Vladimir Lenin, Josef Stalin va ideologiyalik marksizm, leninizmning boshqa murtlarga o'xshash vahshiy kishilar tarafidan amaliyotga chekdan oshirib tatbiqlangan an'anaviy kommunizmdir. Shi Jinpingning partiya tarafidan bekitilgan tarjimalidan boshqa hech qanday uchurni topqili bo'lmaydi. Mazkur kitobda oshkorlang'usi yangi tafsilotlar ushbu diktator haqidagi odamni cho'chitadigan yangi uchurlarning tunji qitim o'ttirg'i chiqishidir. Shi Jinpingning mavzudan qo'zg'agan madaniyat inqilobidan aman qolganlikdan iborat orqa ko'rinishi uning kommunizmga va kommunizmning xunuk qimmat qarashlariga bo'lgan ishonchisining eng tuvan chekka tushishiga, shundaqla ikkili taraf naf oladigan emas, cho'qim men foyda elishim, sen ziyon tortishing kerak deydigan ideologiyalik urush odatining yetilishiga sabab bo'lgan. Shi Jinping bir taraf naf olsa, yana bir taraf cho'qim ziyon tortadigan zo'ravonlik siyosiyga ishonadi. Uning dunyosida yenguchi shoh, yengilguchi qaqsanam bo'ladi. U yenguchi hammaga erishidi tipidagi kommunizm metodini qo'llanadi. Shi Jinping yaxshi ko'radigan va hurmatlaydigan 3 odam, u hammadan bak nafratlanadigan 2 odam bor. Shi Jinping hammadan bak Rossiyani tizginlashda qo'rqitish va qatliamdan foydalangan Josef Stalinga havas qiladi va uningga yetishib olishni o'ylaydi. Buningdan sirt, Stalin o'zi yoqtirmaydigan qizil armiya generallarini muvaffaqiyatlik yo'qotgan bo'lib, Shi Jinping bu jihatdimi Xitoy Xalq ozodlik armiyasidagi kushandillarni turkumlab tozalash orqali Stalin bilan baslashyotdi. Shi Jinping havas qiladigan ikkinchi odam Adolf Hitlerdir. Chunki Hitlerdan iborat bu natsist jallod yaqinqi zamon tarixida dunyo hokimiyatini qo'lga kirgizishga eng yaqinlashgan odam edi. Shu vajidan Shi Jinping Hitlerni talant egisi va qahramon deb qaraydi. U Hitlerning Kurashlarim degan kitobini o'qigan va uning klassik muzika detiga havas qilgan. Shi Jinping Hitlerga shu darajada havas qiladi-ki, u Hitlerning haykalini yasatgan va bir mahal turalg'isida natsistlarning harbiy formasini saqlab yurgan. Buningdan sirt, Shi Jinping muzika mastanisi va kasbiy muzikant deyiladi. Uning ayolimi Xitoy Xalq ozodlik armiyasining naqshchisidir. Shi Jinping Hitlerning Yahudilarni qirg'in qilganligiga va barliq Germaniya shirkatlarini davlat ig'dorchiligiga o'tkazib olganligiga to'limi havas qiladi. Oldingi qilmish Hitlerning Yahudilarni qirg'in qilganligi Shi Jinpingning Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistonda Uyg'urlarni ezishidagi o'rnakdir. Navbatda Sharq Turkistonda 1 milliondan ortiq Uyg'ur musulmonlarning terrorligidan andish qilish bahonasida yig'ilish lageriga so'langan. Shi Jinping havas qiladigan 3-chi odam Mao Zedongdir. Mao Zedongning sodiq yordamchisining oshkorlashicha,
milyonlagan Xitoy puhrasi Xitoy Kompartiyasi sababchi bo'lgan ocharchilikning dardida ingravotganda, Mavzudong to'limi isrofchilik bilan ziyofat o'tkazib, yeb ichib yurgan va ya'ni bu jurnalimizning 5-sonidagi siz tonimaydigan Mavzudong degan maqoladimi tilga ilinganidek to'limi aysh ishratlik turmush kechirgan. Mavzudong Davjao tariqatining oshni qancha ko'p bo'lsa, umr shuncha uzraydi deydigan mehnat, bema'ni e'tiqodini o'z amaliyotida voyaga yetkazib, bexatarlik xodimlar tutib kelgan qizlar bilan ko'ngilni ochadi. Mavzudongning xususiy doktorining aslimasi degan kitobni yozgan Li Jisuyning bayonicha, Mavzudong yana o'zining nurg'un oshnalarga jinsiy kasal yuqtiribmi ulgurgan. Xi Jinping Mavzudongga o'xshashla o'zining rasmlarini Xitoy taratqullariga va jamiyatning butun bulung pushqoqlarga osqizdi. Shundaqli u yana Mavzudongga o'xshashla 31 million xristianni va butkul musulmon Uyg'ur qavmini o'z ichiga olgan dinga e'tiqod qilg'uchilarni keng ko'lamda bostirdi. Xi Jinping yana kommunistlarning an'anasiga varislik qilib, xristianlarning dinsiz Xitoy hokimiyatidan yoshirun yasavagan uy ichi cherkovlarini to'p turtish mashinasi bilan tuzlatkizibdi. Tibetdagi keng ko'lamlik bostirish Xi Jinping hokimiyatining yana bir belgisidir. Tibet buddistlari davlatining mustaqilligini qaytadan qo'lga keltirish uchun doim usti beshiga benzin chechib, o'zini ko'ydirib velayotdi. Xi Jinping taxtga chiqqandan buyon izchil Stalin, Hitler va Mavzudongga o'xshash jallod podshohlik obrazini saqlab kelyotdi. U hozir mushu 3 mustabid qotilning birikmasiga aylandi. Xi Jinping nafratlanadigan ikki odamning biri Mavzudongdan keyingi kommunist islohotchi Deng Xiaoping, yana biri Amerika prezidenti Ronald Reagandir. Xi Jinpingning Deng Xiaopingdan nafratlanishidagi sabab Xi Jinping 15 yoshga kirgan yili uning dadasi Xi Zhongxun Deng Xiaoping tarafidan turmaga tashlangan va insonning nijosatini yeyishga majburlangan edi. Shu vajidan amdi Xitoyda oliy huquqni qo'lga kirgizgan Xi Jinping Deng Xiaopingning jamoatidagilardan o'ch olmoqda. Buningga Xitoy hukumatining Anbang sug'urta guruhi cheklik shirkatini pechatlab, jinoyatini bildirmasdilla shirkat mudiri Deng Xiaopingning tuqqini Wu Xiaohuini qo'lga olganligini misol keltirish mumkin. Xi Jinpingning Amerika prezidenti Reaganga o'ch bo'lib qilishiga Reaganning prezidentlik mezgilida Sovet ittifoqining vayron bo'lishi uchun kuch chiqarganligi sabab bo'lgan. Reagan 1982 yildagi nutqida hozir gapini qilayotganim erkinlik va demokratiyani qo'lga keltirishning uzoq muddatli plani va umididir. Erkinlik va demokratiya o'tmishda erkinlikni bo'g'ib, kishilarni o'zini ifodalash imkoniyatidan mahrum qilgan boshqa mustabidlarni tarixning kul davrlariga ko'mvatganidek, marksizm, leninizmni o'xshash taqdirga duchor qiladi degan edi. Xi Jinping Reaganning butun kommunistik sistemani vayron qilayotganligi sababli uningdan nafratlanadi. Yuqorqi Mavzudong, Stalin va Hitlerdan iborat 3 shaxsga bo'lgan mabtulluq va Deng Xiaoping bilan Reagandan nafratlanish Xitoyning mazkur oliy rahbarining butun siyosiy hayotining tusini belgilagan. 1980-yillardan boshlab va shuningdan keyingi necha 10 yilda Xitoyda islohot, ishikni echirtish siyosati yo'lga qo'yilgan bo'lg'achqa, Xitoy Kompartiyasining rahbarlari o'zlarining yetakchi ideyasini yoshirishga butun kuchini sarf qildi.
ideologiyalik nutqlar partiya içi yığınlardılar və 3 saatda aran oqub tügütülüdüğən kompartiya töhbinamisi, yəni hökumət xizmeti dokladıda sözləndiğən boldu. Dünya miqyasidagi g'ayri-kommunistik davlatlardan keladigan keng ko'lamlik yordamga erishish strategiyasining bir qismi sifatida Xitoyning tashviqot apparatlari Xitoycha alaydilikka ega marksizm, leninizmning o'rniga qasdan mo'tadilroq anglanadigan sotsializm uqumini ishlatdi. Shundaqla bu strategiya xeyli zo'r darajada utuqliq bo'ldi. Bularning hammasi Xi Jinpingning qo'lida o'zgardi. 2018-yili Xitoy Kompartiyasi yana bir qatim Mao Zedongchi doiy yaratishdan iborat sotsialistik g'oyani o'ttirg'a qo'ydi. Xi Jinping Mao Zedongdan keyingi har qandaq Xitoy rahbarininkidan kuchlik huquqni qo'lga kirgizdi. Deng Xiaoping Mao Zedongning Dünya kommunizm inqilobi haqidagi oshqon ko'z qarashlarini o'zgartish kerak degan va Mao Zedongchi yo'lni bekor qiladigan, ammo kommunizmdan voz kechmaydigan ideologiyadan va ijtimoiy tuzumdan halqigan yangi strategiyani shuning o'rniga dastatgan edi. Deng Xiaoping dunyo tinchligining yetib kelish oldida turganligiga va Xitoyning buningdan yaxshi foydalanish kerakligiga ishonatdi. U Xitoyni kapitalistik dunyo bilan zo'r ko'lamlik tijorat qilish va ularning mablag'iga erishish imkoniyatiga ega qilgan pragmatik strategiyani o'ttirg'a qo'ydi. O'zimizni kuchaytirib, fursat kutayli degan bu chaqiriq Deng Xiaoping ideyasining namoyandalaridan biri edi. Halbuki dünya tinchliqi buzilganda Xitoy ham iqtisodiy, ham harbiy jihatdan dunyoga xo'ja bo'lishga tayyorlanib bo'lgan bo'ladi. Xitoy tankillari 1989-yili iyunda Tiananmen maydonidagi umidga to'lgan demokratiyalashish harakatini bitjit qilgandan keyin Xitoy qaror Amerika hukumatlarining o'ziga qarta tinchlantirish siyosati yurgizib kelganligiga qaramasdan, yanala Amerika Xitoy Xalq Jumhuriyatining taraqqiyotini cheklamoqchi va uni Xitoy Kompartiyasini demoqchi, og'dirib atmoqchi degan suiqasdchilik nazariyasidan voz kechmadi. Xi Jinpingning ideologiyasi Xitoy tushidir. Mazkur Xitoy tushi uqumi tunji qitim Xitoy ozodlik armiyasining Amerikaga favqulodda qarshi ekanligi bilan dang chiqargan mayor generali Lo Yuan tarafidan o'ttirg'a qo'yilgan. Lo Yuan 2013-yili 4-oyda o'zining Xitoy tushi va qudratlik armiya tushi haqidagi targ'ibotini o'ttirg'a qo'yib, Xitoy tushi kuchlik davlatga aylanish tushidir. Kuchlik davlatga aylanish uchun kuchlik armiyaning bo'lishi zarur. Kuchlik armiyasi yo'q davlat boy davlat bo'la olmaydi-ki, hargiz kuchlik davlat bo'la olmaydi deb yozadi. Uning qarashicha, Xitoyni qorshab turgan dushman kuchlarga taqobil turish uchun harbiy kuchni zo'raytirish ixtiyorlik emas, balki zaruriyatdir. U bu so'zlar orqali Xitoyning tinch qad ko'tarishi haqidagi tinimsiz tashviqotlarning G'arbning nazarida Xitoy hargiz urush qilmaydi deb xato tushunib olinganligini dalillagan edi. Amerika Markaziy istixborot idorasini asos qilgan oshkor manbalar markazi Lo Yuan yuqoridagi maqolasini e'lon qilgan vaqtda Xitoy tushining to'rda Xitoy fuqarolari orasida olqishga erishalmaganligini bayqagan. Masalan, Xitoyning Sina blogidagi inkaslarga ko'ra, kundalik doimiy abonent soni 445 millionga yetadigan mazkur ijtimoiy aloqa substikilarning orasida bu fikrni qo'llaydiganlarning nisbati 30% dan tuvan bo'lgan. Taxminan 70% Xitoy to'rdash harbiy kuchni zo'raytishni targ'ib qiladigan Xitoy tushiga qo'shilmagan.
Мәзkur mərkəzinin bir dokladida nurgun kişilər şəxsinin bəxti saadəti, asasi qanunluq siyasət yoki pak, çirik emas, hökumət ta'kidlangan Xitoy tushi ideyasiga boshqacha ta'bir berishdi deyilgan. Bir Xitoy tordash oddiy puhralarning tushunishi bizga yana davomliq vakillik qilaveramdi. Ya'ni biz o'y, xiyol, arzu armonlarimizni o'zimiz o'tirg'i qo'yishning o'rniga bizga nima lozimligini har zamon kompartiya belgilamdi. Davlat kuchayib, xalq ojiz qilaveramdi deb so'rasa, yana bir tordash qudratli armiyaga ega bo'lish bolalarimizning sog'lom sut ichalaydiganligidan derak beramdi degan. Song Zishun ismli bir advokatmo Xitoy tushi asosiy qonunliq demokratiya tushidir degan. Ye Qingshan ismli yana bir aylan Loyuanning qudratlik armiya targ'ibotini avam xalqni harbiy hokimiyatning qullariga aylantiradigan, armiyani hammadan mo'yin bildigan siyosat deb tanqidlagan. Xitoydagi Yer shari vaqt gazetining bosh muharriri Xushijin Loyuanning Xitoy tushi haqidagi bu tabirini o'zining Sina mikroblogida qattiq tanqidlab, davlatning qaytadan gullanishi Xitoy kompartiyasining rahbarligi bilan demokratiyani moyillik bilan birlashtirishni taqozo qiladi degan. Xitoyning bu oliy rahbari, ya'ni Shi Jinpingga nisbatan Xitoy tushi demokratiya, huquq, hurlik, fursat va barobarlikni ta'kidlaydigan Amerika orzusidan o'rnak ilish urinishidir. Bu Shi Jinpingning milliy gullanish va chet elliklarning o'tmishdagi xo'rlishidan qutulishdan iborat, Xitoy rahbarlarini dunyoga xo'ja bo'lishga undaydigan, hamma yerni qoplagan tashviqot temasi orqali kommunizm targ'ibotini sinash va yeyish urinishidir. Shi Jinping 2017-yili 10-oyda o'tkazilgan Xitoy kompartiyasining 19-qurultaydan keyin Xitoy tushini vaqtincha qo'yib turganda qiladi. Shi Jinping ashu qatimliq qurultayda Xitoy rahbarlarining vazifa muddatiga qo'yilgan yil cheklamasini bekor qilganligini jakarladi. Bu amaliyotda uning Xitoyning oliy rahbarlik o'rnida mangu qalalaydiganligidan derak berdi. Mao Zedongning vayron qilg'uchi hokimiyati va uningga cho'qinish asabiyligi oyoqlashib 40 yil o'tganda Shi Jinping Xitoyni ikkinchi qatimliq shaxsga cho'qinish yo'liga boshladi. 19-qurultaydan keyin Shi Jinpingning ideologiyasi Shi Jinping yangi davr Xitoycha alaydilikka ega sotsializm ideyasi degan nomda Xitoy kompartiyasining nizomnomasiga kirgizildi. Buning natijasida Xitoy tushi tashviqoti lozunkalarni, e'lon taxtalarni, maktablarni, gazetlarni, davlat kontrolligidagi televiziya kanallarni, tor dunyosini va ijtimoiy taratqularni qopladi. Shi Jinping ideyasi Mao Zedongning barliq kommunistik asabiylikini o'ziga mujassamlagan. Ammo elektronlik taratqudan iborat yangicha tarqitish vositasiga ega bo'lgan holatda o'ttirg'i chiqdi. Hong Kongdagi tajribalik Xitoy vaziyati kuzatuvchisi Willy Lam Shi Jinpingning yetakchiligidagi shaxsga cho'qinish to'lqini yillar bo'yi davom qiladi deb mo'ljallanmoqda. Shi Jinpingning yangi davrdagi Xitoycha sotsializm ideyasining Xitoy kompartiyasining nizomnomasiga kirgizilishi Shi Jinpingni Mao Zedong bilan o'xshash muqomga ega qildi deydi u. Bu yana Shi Jinpingning taxtda 20 yil o'ltirolmasimi 15 yil o'ltirishini qonuniylashtiradi. Tanqidchilar Shi Jinping ömürlük podshoh bo'lmoqchi deyishmoqda. Hozir Shi Jinpingmo faqat o'ziningla, ya'ni raqobat, xirs va
fursatga to'lgan 2030 yillarda Xitoyni yetakligidek, Iroqni ko'rarlik va qobiliyatga ega ekanligini da'vo qilmoqda. Atalmış Xi Jinping ideyasi qandaqdır yangi narsa bo'lmasdan, Xitoy 2050-yilga borganda yoki shuningdan burun darajadan tashqari kuchga aylanishi kerak deydigan Xitoy tushining ozroqla pardozlangan nusxasidir. Növbətdəki Xitay Mərkəzi Siyasi Bürosida 1960 yıllarda tug'ilgan Xi Jinpingning o'rinbosari deb qarag'ili bo'ladigan hech kim yo'qligiga ko'ra, Xi Jinpingning kam deganda 2027 yildagi 21 qurultayga qadar taxtda o'ltirdiganligiga jazm qilishga bo'ladi. Xi Jinpingning ideologiyasi 2018 yılı oktabrda bema'nilikda texim yuqori pallaga chiqdi. Ayni vaqtda Xitoy Kompartiyasining gazeti bo'lgan Xalq gazetida Xi Jinping ideyasining kelgusi 30 yilga aloqador qismi oddiylashtirilish maqsadida rangli shaklda grafiklashtirilib ko'rsatildi. Lekin bu grafiklar oddiymi emas, tushunishlikmi emas, aksicha İtaliya çöp zaman təşviqat daş qaynaqiga o'xshaydi. Xitoyning kommunistik doramchilik dini qutulish musofasi tarixini tanlangan tillar bilan to'lgan boblar orqali namoyon qiladi. Bu xil kommunizm dinida ularning poplari, ya'ni hamma yerni qaplagan siyosiy hay'atlari va rahbarlarining xatolikdan xoli ekanligi deb ko'p turiladi. Bu dinning payg'ambarlari, shaytonlari va kommunizmchi tarixni xohlagancha o'zgartirish yoki qaytadan sharhlash huquqiga ega mo'ysbit oyatullahlar, ya'ni shiyalarning o'zlari paydo qilib olgan diniy yetakchilarga beradigan diniy unvoni komiteti bor. Mazkur kommunizm dinida partiyaga bo'lgan sodiqlik, axloq fazilat, tarixdan gumonlanish, behurmatlik, murtadlik va sotqinlik deb qaraladi. Mazkur kommunizm dinida yana dunyoda tanlangan insonlar, ya'ni Xitoylar va'da qilingan muqaddas zimin, ya'ni Xitoy zimini, ibodatgohlar, tavob qilg'uchilar, bir-biriga zid realliklarga bo'lgan e'tiqod har bir kishining shaxsiy turmushiga cho'nqur daxl qilish. Shundaqla balalarga Xitoycha kommunizmning aqida prinsiplarini o'rgatish qatorliqlar bor. Xitoy kommunistik rahbarlari o'zlarining xatosizligini isbotlash halakchiligida yuriydi. Partiyadagi to'van darajalik kadrlar doim jazo, tarbiyalash va vazifasidan qoldirilish qismatiga duch keladi-yu, rejim piramidasining yuqori qavatidagi partiya rahbarlarining xatosizligi da'vo qilinadi. Xitoydagi bu tuzilmaga ko'ra partiyaning qilmish atmishlari har vaqt to'g'ri bo'ladi. Shundaqla Xitoy Kompartiyasining 89.5 million a'zosining mag'lubiyatlarini burmilab tushundirish bilan mashg'ul bo'lishi talab qilinadi. Xitoydagi 1 milliard 400 million odamga nisbatan hukmdorlar va Xitoy Kompartiyasining amaliyotda bir to'p o'g'ri qaroqchilar ekanligi, shundaqla Xitoydagi tuzilmaning hamma odam yolg'ondan ishongan qiyofatga kirilishi kerak bo'lgan ko'z bo'yamchilik ekanligi bargan siri oydinlashmoqda. Mazkur ko'z bo'yamchilik Xitoy Kompartiyasining kuchli tashviqot, xato istixborot tarqitish, xufiyona harakat qilish va buzg'unchilik qilish apparati orqali vujudga chiqarilgan zo'r ko'lamlik jamoat fikrini boshqarish programmasiga tayinib, Xitoyning ichki va sirtidagi kishilarning xotirasidan o'rin oldi.
Bu көз боямчылықтың nişanı Xitay xalqini və dünyanı Xitay Kompartiyasının müqəddəsligiga, xatodan xoli ekanligiga və nijotkor ekanligiga ishontirishni maqsad qiladigan hokim mutlaqlik tushuni ishga oshirishdir. Ши Цзиньпиннің hokimiyeti mezgilida jakarlangan yana bir plan dünyadaki barlıq ilg'or texnika sohalarini tizginlashni nishon qilgan Xitoy yosimichiligi 2025 planidir. Bu Xitoyning iqtisodiy kuchidan foydalanib taraqqiy qilayotgan davlatlarda tosh yo'l, aerodrom va temir yo'llarni yasashni kuch va ta'sirini zo'raytish, shundaqla Ши Цзиньпиннің shaxsiy ko'z qarshi bo'lgan Xitoy tushini ishga oshirishning vositasi qiladigan bir balvoq bir yo'l qurilishiga yondashib keladi. Ши Цзиньпин o'ttirg'i qo'ygan Xitoy tushi mohiyatda Amerikani vayron qilish tushidir. Masalan, Ши Цзиньпин xalqaroliq tijoratda dollarning o'rniga Xitoy pulini, ya'ni yuanni dastatmoqchi va dunyo tijoratini Xitoy puliga yuzlantirish orqali Amerikani iqtisodiy jihatdan gumron qilmoqchi. Amerikaning bu xirisga taqobil turishdagi birdan bir umidi Xitoy Kompartiyasini Xitoy taxtidan g'ulitib tashlashdir. Davomi kelarki sonda ulab beriladi. İngilisçidən tərcüm qılğuçılar ھېكمەتيار İbrahim, ئەنۋەر قاراقۇرۇم.